Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 26 noyabr 2025-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan semiz buqalar akalar, yemga tayyor deganlariga, boqma variantlaridan, puli arzonroqdan deganlariga, puli arzonroq yoshroqlaridan ham bor. Xudo xolasa hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni qadriyat saqib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol kimga qaysi biri ma'qul kelsa, telefon qo'yib savdo qilib olaverasizlar. Ikkala yoshroqdan boshlayveramiz. Buni birinchida esa xunajim, bunisi novvozcha. Ikkalasi ham buzoq. Endi boqadigan odamga rosa boqishga kelib qolgan. Xunajimni bo'yiga keladigan bo'lsak 1.20, novozniki 1.30. Yemlayveraman deganga ham tayyor. Yemlaversa bo'laveradiganlar. Ikkalasini jup olaman, bunisiga qilib olaman, buni yemlab sotib yuboraman deganlarga 31 million narx aytilyapti jupiga akalar. Endi bittasini olaman degan odam bo'lsa, novoz xunajimiga qarab narxini addenni kelishib olaverasizlar. Yeb ichishi, sog'ligi, hamma narsasi joyida. Kelib o'zingizlar bir qator ko'rib olsanglar ham bo'laveradigan. Mana buqani ham agar jup oladigan odam bo'lsa, buqani yemlab sotib yuborsa, xunajini yoniga qolib ketadigan, to'g'risi gap. Xo'p, yemga tashlayman katta buqa deganlarga mana birinchidagi simental shoqi borida. Bu 1.40 dan baland bo'lsa kerak bu. 1.50, 1.45 plyusda. 1.45 plyusda, 1.45 plyusda. Endi rosa yemlayman degan odamga ayam yediradigan. Shoq bo'lgan bilan yuvosh-a. Shoqi bo'lgan bilan yuvosh akalar. Bunisi endi o'ta tayyor bo'lib qolgani. Buni qaranglar. Kalla yo'q bo'lib ketibdi. Bo'yim bilan bag'i tekis bo'lib ketgan. Xo'p, simentalda narxiga keladigan bo'lsak, buni turishiga narx aytilyapti akalar, 41 million narx aytilyapti. Savdosi bor. To'g'risi kichkina mol emas. Kelib, ko'rib, tashqariga olib chiqib yetalab ko'rsalar, haqiqatdan mol ko'rinadi. Joyda ham ko'ryapsizlar, o'zi to'ldirib turibdi buqa. Xo'p, semizlarga keladigan bo'lsa, ikkita semizi bor tayyor. Uni qaranglar. Haqiqatli foizini yaxshi beradigan, tayyor bo'lgan buqalardan. Mana bu ikkinchisi. Ikkalasi ham so'yaman degan odamga tayyor, yo'q semirgan buqalar. Mana bu ham bo'ynlari o'ta kelgan. Bunisi lekin o'ta kuchli semirib ketgan. Lekin yog'lamagan, mana ko'rib turibsizlar. O'zingizlar xohlasa yaxshi go'sht qiladigan. Bu ikkalasiga semizlarga 66 mingdan narx aytilyapti. Ikkovini taroziga 66 mingdan. Olaman degan odam bilan oz-moz kelishiladigan joyi bor. Kelib ustida bemalol ko'rib bularni ham savdo qilib olaverasizlar. Endi 2 dona boqaman deganlarga bularni yosh variantidan ham bor. Bularni ham ko'rsatib qo'yamiz. 2 dona Grenfurtlar bor akalar. Mana qaranglar. Ikkalasi ham g'azalligi polvondan, ko'chat yaxshisidan ekan. Olib endi bir to'nalik qilib bordoqchilikka boqaman deganlarga o'zlari boqib turgan mollar. Kecha bugun kelgan mollar emas. Sog'ligi hamma yo'q joyida. Emlamalarni ham qilgan bo'lsangiz kerak. Hamma yo'q qo'ygan. Emlatib ham qo'ygansiz. Emlangan, tayyor. Shunday Chechakka, yashirga, dermatit, yashir hamma yo'qqa emlangan. Bitganiga ham yo'l qilingan, parazitlariga ham. Xo'p, bularni hozir 1.20 dan kelaveradi bo'yi. 1.20 plyusda bular. 1.20 plyusda. Hozir o'tib turib nargisini ham ko'rsatib qo'yaman, nargi tomondagisini. Kichkina mollar emas bular ham. Misol yemlab oladigan odamga bu ham tayyor bo'lib qolgan. Agar bahorgacha yetalab turib, cho'ziltirib, sal yemlaydigan bo'lsa, tonnalik bo'ladigan variantlardan bular ham. Xo'p, ikkovini bir joyga olaman deganga, ikkalasini 54 million narx aytilyapti akalar jupiga. Endi Grenfurtlarda ham deb qaraganda 25 millionga, to'g'risi 25 milliondan pastda juda kichkinasi bo'lib qolyapti. Mana ular nisbatan ustida kelib ko'rsanglar, pullari yengilroq, to'g'risi gap.
vesiga ham boshqaga ham deb hisoblasa to'g'ri kelib qolaveradigan. Ikkalasi ham to'qol qo'yib yuborib bemalol bahslar ham bo'laveradi molga qo'shib. Mana uni akalar bu tomondan ko'rsatib qo'yapman o'tib. O'ta tiniq, etlari baland. Xohlasa boqaman deganga hammasini oyoq qo'llari butun, yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida ko'rsatgan mollarimizda. Xo'p, so'yadiganlarni olaman deganlarga ham, baqadiganini olaman deganlarga ham ma'qul kelaveradi. Telefonlashib, kelib, ustida ko'rib, bemalol savdolashib olaverasizlar akalar. Qaysi biri ma'qul kelsa. Bitta olaman deganga ham, bularni ham jukib olaman deganga ham, narigilarni ham misol yakka olishga ham kelishilaveradi. Tuyoqlarni ham ko'ryapsizlar, juda Erenfordda ham har xili bor. Lekin yaxshisi o'zi sort yaxshisi ko'rib bilib turibsizlar. Telefon qilib kelaverasizlar.